Ultimate Wolverine vs Hulk komiksida Nick Fury Hulkni o'ldirish uchun Rosamahani yollaydi. Bunga sabab Hulk Nyu-Yorkda Manhattan qirg'inini uyushtirgan bo'ladi. Rosamaha hid sezish qobiliyati orqali Hulkni Tibet monasterida ayollar bilan o'tirgan holda topadi. U Hulkni jahliga tegadi, ular o'rtasida jang boshlanadi. Hulk Rosamahani ikkiga bo'lib tashlaydi. Ayni shu vaziyatda jangga ayol Hulk qo'shiladi. Komiksning boshlanishi biroz qiziq bo'lishi mumkin, lekin davomini chayib qo'yishgan, xuddi gallyutsinatsiyaga o'xshaydi. Xalqon jang maydoniga yadroviy bomba otadi. Qandaydir sabablarga ko'ra Nick Fury Rosamahani boshini tanasidan judo qilib, boshini o'zini so'roq-savol qiladi. Yetarli javobni ola olmagandan keyin Loganni qamab qo'yadi. Logan Forge nomli mutant orqali qamoqdan qochib ketadi. Forge unga qobiliyatlarni bloklaydigan bo'yinbog' yasab beradi. Rosamaha ayol Hulkdan Banner qaydaligini so'raydi. Banner o'sha vaqtda boshqa davlatga uchib ketayotgan bo'ladi. Rosamaha Bannerning yoniga borib, bo'yinbog'i taqib qo'yadi. Banner samolyotdan sakraydi. Undan so'ng Rosamaha sakraydi. Havoda Banner bo'ynidagi tasmani Rosamaha uzib tashlaydi. Banner Hulkga aylanib ikkalasini saqlab qoladi va tasodifni qarangki, u ikkalasi Nick Fury'ning yoniga yiqilgan bo'ladi, qulagan bo'ladi. Yerda shuncha joy bo'lib turib, aynan Nick Fury'ning yoniga qulagan bo'ladi. Hulk Fury'ni o'ldirmoqchi bo'lganda, biz ayol Hulkni garovga olganmiz, menga tega olmaysiz. Nima qila olaysan deb javob beradi. Shu bilan Hulk qo'yvoradi Nick Fury'ni. Bu komiksni o'qigandan keyin menda taxminan mana bunaqa reaksiya bo'ldi. Shu bilan komiks tugadi. Azizlar, to hayot ekanmiz. Hulk va Rosamaha haqidagi yana bir komiksda ularning DNK'sidan foydalanib Hulk Variant nomli personaj yaratiladi. Agarda kelgusi video mana shu komiks haqida bo'lishini istasangiz, kommentariyaga havoga tarqalgan nafas, shamol bo'sh daladan o'tadi, hech narsa qoldirmaydi, hatto ortiga qayrilib qaramaydi deb yozib qoldiring.